Namoz o'qimasdim men ham bir zamon. Garchi dinim islom, o'zim musulmon. Menga muhim edi ibodatdan ham, har kuni aysh-ishrat, to'kin dasturxon. Siz ham shoir kabi g'aflat uyqusida edingiz-u, lekin endi o'zingizni isloh qilmoqchimisiz? Alloh bilan yanada yaqinroq bo'lish, gunoh ishlardan chetlashib, iloji boricha savob amallaringiz sonini oshirish haqida ko'p o'ylayapsizmi? Tabriklayman. Unda mustahkam iymon tomon birinchi qadamni qo'yib bo'libsiz. Barokatli bomdod loyihasi esa siz bilan keyingi muhim odimlarni birgalikda tashlashga tayyor. Siz ushbu kursda ko'p yillik tajribaga ega islohiy ustoz Munisa Rahimjonova bilan birgalikda namozlaringizda sobit turish, muammolarga yechim topish, qarzlaringizdan oson xalos bo'lish, umuman qalbingizni isloh qilishni o'rganasiz. Bu kursda o'qish orqali siz Madinada vaqf xurmo bog'iga daraxtlar ekilishi, Makka haram hududiga Qur'on kitoblari qo'yilishi va ko'plab miskinlarga taom tarqatilishiga sababchi bo'lasiz. Chunki loyihadan tushgan mablag'lar shu kabi savob amallarga sarf bo'ladi. Unutmang, bu dunyoda bari o'tkinchi. Boyliklar, oltin u zar, maosh, tilla qosh hech qaysisi sizga yo'ldosh bo'la olmaydi. Yagona jon kuydirishingizga arziydigan narsa esa bu ilmdir. Ajab emaski, Alloh duolaringiz ijobatiga bizni sababchi qilgan bo'lsa, kursimizda o'qib siz 2024-yil uchun haj va umra ziyoratlariga mutlaqo bepul sertifikatlarga ega bo'lishingiz mumkin. 500 dona haj ziyorati uchun qiymati $500 vaucherlar va Saudiya Arabistonida talaba bo'lib, imtiyozli ta'lim uchun hujjatni qo'lga kirita olasiz. Darslarimiz Makkadan onlayn tarzda bomdod vaqtida olib boriladi. Biz bilan iymoningizni rivojlantiring. Kursga yozilish uchun Barokatli bomdodning rasmiy sahifalariga murojaat qiling.